Assalomu alaykum Aliya Sultan aqliq taom pishiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz naytim yeyishlik bo'lgan yangaq meg'izi patrongan shokolad pryanik xonimlar. Buning uchun ketilgan materiallar un, ya'ni odatdagi 900 gram, ezib ilingan, ya'ni go'sht to'g'raydigan mashinamizda yumshoq holat keltirib ilingan yangaq meg'izidan 100 gram, un shakar 250 gram, tuzi yo'q, ya'ni tuzsiz seriq may 250 gram, 2 gram atrofida tuz, 2 dona tuxum, 130 gram qiytiq. Mushu materiallar bilan xonim qizlar shu pechenimizniki xemirini yug'irib olamiz. Uningdan boshqa kerakli materiallar shokolad, ya'ni taxta shokolad, uningdan keyin butun holatdagi yong'oq meg'iz ketadi. Xonim qizlar quruq desimizga seriq may, un shakar, ezib tayyor qilib olgan yong'oq meg'izimizni soldim. Mushuni obdan shu shakarlarimiz, seriq may, shu meg'izlar aralashqichilik qo'l chalg'ish bilan obda aralashtirib olamiz, xonimlar. Aralashtirib bo'lgandan keyin tuzni, 2 dona tuxumni silib aralashtirib olsak bo'ldi. Xonim qizlar, boyiqi seriq may, un shakar, yong'oq meg'izlarimizni aralashtirib bo'lgandan keyin tuz, qiytiq, 2 dona tuxumni chaqdim. Buni momdan aralashtirib olib, unimizni az-azdan silib xemir oltiga ekilimiz. Undan 900 gram atrofida tayyorladim. Agar mush unning hammasi ketamdi yoki bundan ozroq ketamdi, men eli o'lchamin deb beraman. Mana xonim qizlar, xemirimizni yug'irib tayyor qildik. Xemirimiz bek tishingma emas, bek bo'shma emas, mushta xemir bo'ldi. Men boyiq 900 gram atrofidagi undan 850 gram atrofida un ishlatdim. Mana ishib qolgan unimiz xonimlar 50 gramcha un qoldi. Endi bu xemirimizni 2 parcha zuvli qilib, har bir parchasini nippiz holatda yeyib chiqamiz. Xonim qizlar, mana xemirimizni nippiz yeyib tayyor qilib oldik. Qiyla nippizligi mana mushtaqqa, chunki men 2 parcha pechenimizni juplaymiz xonimlar. Endi bu qilibda mana o'xshash tishli qilib ishlatdim. Tishi yo'q, yumaloq qilib bo'lsin bo'laverdi. Kichikroq yilliqi romkalarning og'izdek ashaq narsalar bilan qilsanglar bo'ladi. Buni avaylab elib, endi lisimizni maylab yoki may qog'oz silib, tizib pishirib olsak bo'ldi. Xonim qizlar, mana xemirlarimizni rastlab tizib oldik. Buningki shu qilin nipizligi mana mushtarak holatda, bak qilin bo'lmaydi, bek nipiz bo'lib ketmaydi. Duxovkani oldin qizitib 180 gradusda 15 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi.